5-chi ayol bo'lishlikka rozimisiz? Voy. Nega 5? Buni sababini keyin aytaman. Bu Asadbek kulib turibdi, ozgina hazillashyapti. Qani, so'raychi Musayyana? Ha, Musayyana o'rniga men javob beraman. Erga navbatga turgandan qattiqqa navbatga turgan yaxshi. Muhabbat, sevgi bu barchasi o'z o'rnida birinchilikda bo'lib turaveradi, lekin eng yuqorida turadigan narsa bu birinchi navbatda dunyoga keltirgan ota-ona va birinchi o'rinda o'sha ota-ona dunyoga keltirgan holatidagi oila hisoblanadi. Asadbek. Qaydan olding bu kitobni, bolam? Shuncha savolda hayotingizda birinchi o'rinda sevgi, muhabbatmi yoki pulmi? Xo'sh. Pul. Xo'p. O'sha pullaringizga muhabbatni, oilani, sevgini sotib olsa bo'ladimi? Sotib olsa bo'lmaydi. O'zi keladi oyog'i bilan. Sevgan inson.